Tasavvur qiling, qadimiy Afina va Aleksandriyaning chang bosgan qo'lyozmalari, Hindistondagi murakkab astronomik jadvallar va qadimgi Eronning ilg'or tibbiyot bilimlari bir manzilda to'planib, faol ravishda va sinchkovlik bilan tarjima qilinmoqda. Jonli munozaralarga sabab bo'lmoqda hamda yanada boyitib kengaytirilmoqda. Bu bir faraz emas, bu islomning oltin davri. U taxminan 8-13 asrlarni qamrab olib, musulmon dunyosini butun jahon intellektual taraqqiyotining shubhasiz yetakchisiga aylantirgan vaqtlar edi. Ammo nega aynan Arabiston yarim orolidan tezlik bilan shakllangan ushbu sivilizatsiya bunday aql bovar qilmas ma'rifat o'chog'iga aylangan edi? Buning sabablari nimada bo'lgan? Qur'onda albatta osmonlar va yerni yaratishda, kechaning va kunduzning bir-birini almashtirishda aql egalari uchun oyatlar bor deyilgan. Koinotni, uning murakkab qonuniyatlarini, samoviy harakatlarni, inson tanasining sirlarini anglash, yaratuvchiga yanada yaqinroq bo'lishning yo'li edi. U davrlar hali ilm-fan va e'tiqod ajralmas va yaxlit bo'lib, ular bir-birini to'ldirar edi. Din ma'rifatga, izlanishga kuchli ma'naviy qo'llab-quvvatlov bergan davrlar bo'lgan. Bundan tashqari, islom oltin davri dunyoga kelishida moddiy va siyosiy qo'llab-quvvatlovni ham ahamiyati juda katta bo'ldi. Abbosiylar xalifaligi savdo va harbiy yurishlardan kelgan boyliklar bilan poytaxt Bag'dodni to'lib toshirdi. Ammo ular boyliklarni faqatgina saroylar qurish va armiyani kengaytirishga sarflamadilar. Xalifa Al-Mansur va bu borada undan ham mashhurroq bo'lgan xalifa Al-Ma'mun kabi hukmdorlar ziyolilarga homiylik qila boshladilar. Ular kuch faqatgina armiyada emasligini, bilim orqali madaniy, iqtisodiy va ma'muriy qudratni oshirish ham muhimligini juda yaxshi tushunishardi. Ma'mun faqat olimlarni moliyalashtiribgina qolmay, balki afsonaviy Bayt-ul-Hikma, ya'ni hikmatlar uyini barpo ettiradi. U o'z davrining haqiqiy intellektual markaziga aylandi. U o'zida kutubxona, tarjima byurosi va tadqiqot akademiyasini birlashtirgan hab edi. Bu yerda saroy byudjetidan munosib maosh oladigan ilmiy guruhlar tarjima harakati bilan shug'ullanardilar. Matnlar tarjimalari xalifalarga nima kerak bo'lib qolgan edi o'zi deysizmi? Sababi oddiy. Abbosiylar mavjud dunyo bilimlarini sintez qilishdan ulkan naf borligini yaxshi angladilar. Yunon falsafasi, Fors davlat boshqaruvi, Hind matematikasi va astronomiyasi, bularning barchasi yot begona g'oyalar emas, balki zarur va qadrli ilmlar edi. Ilm manbasi qayerdan bo'lmasin, uni yig'ish kerak deb hisoblanardi. Islom oltin davri uchun balki eng muhim bo'lgan ustun bu yaratilgan muhit bo'lgan. Ilg'or fikr va madaniyatlar aro almashuv uchun mislsiz erkinlik yaratildi. Arab faylasufi Al-Kindi haqiqatni qayerdan kelmasin mas'uliyat bilan qabul qilib, uni o'zlashtirishdan uyalmaymiz deya e'lon qildi. Bayt-ul-Hikma faqat musulmonlarga emas, nasroniy, sabiy va yahudiy olimlarga ham eshik ochdi. Bilim yoki til malakasi bo'lsa, ular bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Al-Xorazmiy Hind raqamlari va Yunon geometriyasi asosida algebrani yaratibgina qolmay, uni alohida matematik disiplina sifatida mustahkamladi. Islom oltin davri intellektuallari faqatgina mavjud ilmlarni tarjima qilish va jamlash bilan emas, balki ularni yanada boyitish va rivojlantirish bilan shug'ullanishar edi. Shuningdek, davlat uchun amaliy yechimlarni, innovatsiyalarni ham taqdim qilish ustida ishlashgan. Shunday qilib, islom oltin davrining vujudga kelishi tasodif emas, balki uzoqni ko'zlagan strategik ilmiy kapital yaratish maqsadi va fikrlar maydonida munozara madaniyatining noyob uyg'unlashuvidir. Musulmon dunyosi qadimgi bilimlarni asrab qolish bilan cheklanib qolmadi. U g'oyalarni jonli markaziga aylandi. Olimlar har bir sohada, astronomiya, tibbiyot, falsafa va optikada cheksiz savollar berish, eksperiment o'tkazish va inson tafakkuri chegaralarini yanada kengaytirish majburiyati va zavqini his qilib tadqiq qilardilar. Ular faqat olamni o'rganibgina qolmay, balki yaratuvchining belgilarini, uning san'atini, kodini yechayotganliklariga ishonardilar.